Yurtimizda qishloq xo'jaligini diversifikatsiya qilish, eksportbop mahsulotlar yetishtirish va aholi daromadini oshirishga qaratilgan islohotlar izchil davom etmoqda. Ayniqsa, uzumchilikni rivojlantirish, zamonaviy tokzorlar barpo etish va serhosil navlarni ko'paytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada Uzun tumanda ham salmoqli ishlar amalga oshirilib, uzumchilik mahalliy aholi uchun barqaror daromad manbai va eksportbop mahsulot yetishtirishning muhim tarmog'iga aylanib bormoqda. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Uzun tumanida dehqon va fermerlar tomonidan zamonaviy agrotexnologiyalarni keng joriy etish, tokzorlarni o'z vaqtida parvarishlash, mineral o'g'itlar bilan oziqlantirish hamda kasallik va zararkunandalarga qarshi profilaktik tadbirlarni amalga oshirish natijasida hosildorlik va mahsulot sifati tobora yuksalmoqda. Bugungi kunda tumanda yetishtirilayotgan uzumlar ichki bozorlarni ta'minlash bilan birga qayta ishlash korxonalari va eksport bozorlariga ham yetkazib berilmoqda. Bu esa fermer va dehqonlar daromadini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish hamda hudud iqtisodiy salohiyatini mustahkamlashda muhim omil bo'lyapti. Tokzorlar maydonining kengayishi, har qarich yerdan unumli foydalanish va intensiv bog'dorlik texnologiyalarining qo'llanilishi sohada yuqori samaradorlikka erishish imkonini bermoqda. Ushbu uzum bog'lardan gektardan 60 tonnadan 80 tonnagacha bo'lgan hosil olinmoqda. Rossiya, Qozog'iston, Belorussiya va Bolgariya davlatlariga eksport qilinmoqda. Uzum terish ishlari bundan 15-20 kun oldin boshlangan. 10 gektar maydonimizdan 800-900 tonnagacha bo'lgan hosil olish ko'zda tutilgan. Hududda uzumchilikda qo'lga kiritilayotgan natijalar mehnatkash dehqonlar, fermerlar va soha mutaxassislarining izchil mehnati samarasidir. Ilg'or texnologiyalarning amaliyotga tatbiq etilishi va davlat tomonidan yaratilayotgan imkoniyatlar mahsulot sifati hamda hosildorlikni yanada oshirishga xizmat qilmoqda. Ma'lumot o'rnida bugungi kunda tumanda jami 1999 gektar bog' va tokzorlar mavjud. Shundan 417 gektari tokzorlardan iborat. Mavsum davomida o'rtacha 35-40 ming tonna uzum hosili yetishtirilmoqda. Bugungi kunda tumanimizda jami 17 ta uzumchilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklari tomonidan uzum bog'larimiz tashkil qilingan. 9 ta mahallamiz uzumchilikka ixtisoslashgan bo'lib, uzum voyish ko'chalari tashkil qilinmoqda. 2026-yilda tumanimizda fermer xo'jaliklari tomonidan jami 87 gektar yangi uzum bog'lar yaratildi. Tumanimizda bir yilda o'rtacha 8,5 ming 11 ming tonna uzum mahsulotlari eksportga chiqariladi va yillik uzumni o'zidan bo'ladigan eksport miqdori 5 milliondan 7,5 million dollargacha yetadi. Har yili 25-30% ga ko'tarib, 2027-yilda 10 million dollarga uzum mahsulotini eksport qilishni rejalashtirganmiz. Bozorgir bo'lgan Rizamat ota, Mers, Husayn, Kelin barmoq va hozirgi kunda zamonaviy yangi navlardan Avatar navli uzumlari yetishtirib kelinmoqda. Bu yil tumanimizda uzum yetishtirishda prognoz ko'rsatkichlari 40 ming tonna bo'lib, ushbu ko'rsatkich o'tgan yili 32,5 ming tonna bo'lgan. Bu yil ushbu ko'rsatkichimizni 113,7%, ya'ni 13% o'sish sur'atiga erishgan holda yakunlashni niyat qilganmiz. 2027-yilga kelib ushbu ko'rsatkichimizni 50 ming tonnaga yetkazish niyatidamiz. Muxtasar qilib aytganda, hududda sohada to'plangan tajriba, zamonaviy yondashuvlar va izchil mehnat uzumchilikni yanada rivojlantirishga xizmat qilmoqda.